yozib qo'yganmiz tepasida mana tayyor. Tegilmasin deb qo'yilgan. Aha. Bunga ham tegilmasin deydi. Aha. Mana u 44 deb turibdi. Yonboshdan suv quysangiz ko'tariladi. Hop. 50, 55, 60 ga doshni so'nmaydi. Birinchi qo'yganingiz, tuxumni qo'yganingizdan keyin bir qator ko'tarilib oladi, 70 bo'ladi. Sekin pasayadi. Buni pastda turadi. Tuxumni uchini yozib qo'yganmiz tepada. Tuxumni uchini pastga qilib bir chekkadan terib kelaverasizlar. Qo'lni terib bo'lganingizdan keyin mana ularni sindirib uchini past, ya'ni Kamallamaydigan qilib. har xil bo'ladi, katta kichik. Tomoni katta qo'shib bo'lsa, ashariga qistirib qo'yasiz, zich qilib qo'yasizlar. Hagi ham terib olaverasizlar. Buyuk oshmasa, mana olib tashlab turib, mashina o'ziga terib olaverasizlar. Pastga 100 ta va 30 ta sig'adi. Balki 35 ta sig'adi. Xullas 130 taga mo'ljallab qo'yamiz. 120 ta sotamiz, 130 ta. Hozir tuxumni tikka qo'yamiz, aka. Tuxumni Uchini pastga qilamiz aka. terib chiqarasizlar. Terib bo'lganlardan keyin mana sepib chiqarasizlar, bunday qilib turib, yonboshlab turib ilib qo'yasizlar, bunday qilib. Ha, yonboshlatib qo'yishimiz kerak. Terib bo'lganimiz. Terib bo'lganingizdan keyin. Hozir 8-3 ta tersanglar, qiynalasiz. Uncha yotkizib turib tersanglar oson. Tuxum ham turaveradi, ketib qolmaydi. Keyin yana mana shunaqa qo'yib qolaveradi-da, aylantirgan. Mo chiqadimi ustiga? Chiqadi bu. Bo'ldi dedi. Ha, bo'ldi, ishi bor ekan. Ha. To'kka turasiz. Mana ikkita qilib qo'yasiz. Qopqonni yopasiz. Uni yozib qo'yamiz. Suvni quyib 70 namli. 11-kunda havo almashtirish deydi. Havo almashtirishni yopib turganmiz. Qopqonni ochib qo'yasiz. 5 minutdan keyin yopib qo'yasiz. 2 mahal. Bu tariq havo tashqariga chiqib kirib yurgan hisobida. Mana u 19-kuni o'chirib qo'yiladi. Mana tekis turgan holatda. Mana bu tumaloq. Mayda bor shunaqa narsa. Namlikni ko'tarish uchun yopiladi. Tushirish uchun ochib qo'yasiz. 70 bo'lib ketsa, hech ochib qo'yasiz. Lekin 50 basi tushib ketish kelmasa 50-60 basi. Yaxshi turibdi o'zlash. Temay ko'rasiz. Ha, bo'ldi. Boshingizda temiz. Bo'ldi. Tersak bo'ldi ekan. Tuxum terib olib turib, mana buni tepaga bitta yoqib qo'yasiz. O'chirib qo'ydim. Mana knopkalarni bosmaysiz. Mana knopkalarni ham bosmaysiz. 19-kuni telefon qilsanglar, ha, yozib qo'yganmiz. Mana digirovka issiqlaydi, sal pasaytirish hisobida. Oson. Birinchi knopkani bittangizni qo'yib yuborsangiz, hayotdan ko'tarib pasaytirib olasiz. Hozir buni aka akkumulyatori bormi nari tomonida o'zini? Sini tayyor bor. Akkumulyator ulab qo'ysangiz, Bitta akkumulyator ulasak ham ishlaveradi. svet o'chib qolsa akkumulyatorga o'tadi. Svet yonsa akkumulyator o'chib turib, svetga o'tadi. Avtomatik uydan yoqib o'taveradi. Relesi bor-da. Relesi bor. O'chib yonaveradi o'zi avtomatik. Mana bu chiqinlar yonib turadi. Ketib. Bo'ldi. Chunki ichini bir xil ushlab turadi. Uni qo'yib bo'lgandan keyin ham syomka qilib tashlaymiz, mana bir qator ko'rib qo'yasizlar. Tushirib qo'yamiz. Ha, bo'ldi. Shu vazifasi shu. 3-4 kunda bir telefon qilib tursanglar, mana qo'lyapti. Yog'ini sekin-sekin o'rgataverasiz. Nari tomon teshigi bor, suv quyiladi. Yopib qo'yasizlar. Ochib turaveradi. Ichib ketib turadi. Ha, tushundim. Dimoxodda endi u ham. Demoxod. Ha, bo'ldi. Mayada ham bor.